Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz arxivlash dasturlari, ya'ni arxivlashni ko'rib chiqamiz. Arxivlash nimaga kerak? Fayllarni arxivlash bu raqamli ma'lumotlarni tartibga solish, hajmini kamaytirish va saqlash xavfsizligini oshirishning muhim usuli hisoblanadi. Bu taqdimotda biz arxivlashning asosiy tamoyillarini, keng tarqalgan dasturlarni va samarali foydalanish usullarini sizlar bilan birgalikda arxivlashning asosiy tushunchalari, ya'ni hajmni qisqartirish deganda fayllarni sizish orqali diskdagi joyni tejash va ularni tezroq tuzatish, ya'ni jo'natishni tushunishimiz mumkin. Tartibga solish bir nechta fayl va papkalarni bitta arxiv fayliga birlashtirish, ya'ni tartiblanish. Xavfsizlikni ta'minlash. Arxivlarga parol o'rnatish orqali ma'lumotlarni himoya qilishimiz mumkin. Zaxira nusxalash. Muhim ma'lumotlarning zaxira nusxalarini yaratish va saqlash mumkin. Eng katta tarqalgan arxivlash formatlari bu bilamiz, ziplash va RAR bo'ladi. Hop, zip eng universal va keng qo'llaniladigan format. Ko'pgina operatsion tizimlar tomonidan qo'shimcha dasturlarsiz qo'llab-quvvatlanadi. Kamroq siqish darajasiga ega, ammo moslashuvchan. RAR arxivi bo'lsa, kuchliroq siqish algoritmlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa katta fayllar va papkalar uchun samarali. Lekin buning uchun maxsus dastur general talab etiladi. Hop, u telefonda bo'lsin, hop kompyuterda general dasturi bo'lsa, RAR formatida arxivlangan fayllarni ochib ham arxivlashdan bo'lmaydi. Zip arxivatorlari bilan ishlash, ya'ni kerakli fayl yoki papkalarni tanlab, sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va zip kompressor zipni tanlaymiz. Keyingisi zip faylni 2 marta bosib yoki sichqonchani o'ng tugmasini bosib ochishni tanlaymiz. Parol qo'yish. O'rnatilgan Windows funksiyasida parolni to'g'ridan-to'g'ri o'rnatish imkoniyati yo'q. Buning uchun uchinchi tomon dasturdan foydalanishimiz lozim bo'ladi. Hop, RAR arxiv yaratish. Fayl yoki papkalarni tanlab, Add to arxiv buyrug'ini tanlaymiz. Ya'ni arxiv format sifatida RARni belgilaymiz. RAR arxivini ochadi. RAR fayliga 2 marta bosib yoki sichqonchaning o'ng tugmasi bilan extract file yoki extract file'ni tanlaymiz. Qismlarga bo'lish. Arxiv yaratishda Split to long file opsiyasidan foydalanib, arxivni bir nechta kichik fayllarga bo'lishimiz mumkin. Bu katta hajmdagi fayllarni tashish yoki saqlashni qulay hisoblaydi. RAR formatidagi arxivlashga parol qo'yishimiz password tugmasini bosib, arxivga parol o'rnatishimiz mumkin. Hop, arxivlash dasturlari RAR formatining asosiy tushunchasi, zip, 7G va boshqa ko'plab formatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Yuqori siqish darajasi va xavfsizlikni ta'minlaydi. Pulli dastur, lekin sinov muddati mavjud. 7G bepul va ochiq kodli arxivator. 7G formatida yuqori siqish darajasini tashkil etadi. RAR, zip kabi boshqa formatlarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Windows operatsion tizimiga o'rnatilgan zip arxivatorlari vazifalari yaratish, ochish uchun qulay, ammo qo'shimcha funksiyalarga ega emas. Arxiv buzilganda ko'pgina arxivatorlarga, masalan, RARga funksiya mavjud bo'lib, buzilgan arxivlarni tiklashga yordam beradi.
Katta fayllarni yuborishda arxivni bir nechta qismga bo'lish orqali ularni elektron pochta yoki uzviy xizmatlar, ya'ni Telegram, Instagram xizmatlar har xil ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborish osonlashadi. Parolni unutganingizda, arxiv parolini unutib qo'ysangiz, uni tiklash juda qiyin yoki imkonsiz bo'lishi mumkin. Parollarni ishonchli joyda saqlash zarur. Eng yaxshi siqish uchun, agar siqish darajasi muhim bo'lsa, 7 bilan 7G tarmoqdan foydalanish Xulosa qilib aytganda, fayllarni arxivlash bu raqamli hayotimizning tartibli holi, xavfsizligini oshirish va saqlash joyini tejashni imkon hisoblaydi. To'g'ri dasturni va formatni tanlab, siz ma'lumotlaringizni samarali boshqarish. Agar savollaringiz bo'lsa, matnlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi mavzu bo'yicha sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat. E'tiborni